Yaxshimi, yomonmi, pianistami? U meni erim. Agar yana bir marta shunaqa muomala qiladigan bo'lsangiz, qaytib uyingizga qadamimni ham bosmayman. Adasi, uyimga ichib olib bekor bordingiz-da. Iltimos boshqa ichmang. Axir siz unaqa odam emasdingiz-ku. O'zim ham shuni o'yladim. Seni ham uyingdagilarni oldida uyaltirib qo'ydim. Mayli. Boshqa ichmayman. Voy, kim bor? Voy. Ye? Aka ketdi. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Keling. Men bilan ol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yana chop chekilmang. Qo'lingiz kir bo'lib qolmasmikan? Assalomu alaykum. Nega unaqa deysiz? O'zi o'sha kunni ish uchun oldingizga uzr so'ragani keluvdim. Salom berish sunnat, alyo olish farz ekan. Singlim, sen ham meni kechir. O'sha kun seni ham xafa qilib qo'ydim. Aka, menda ham ayb bor. Ishim yurishmay qolib, hamma alamimni ichkiridaman. Oilamni ham qiynab qo'ydim. Sizlar ham meni kechiringlar. To'g'ri aytasiz. Yo'qchilik yigit kishini qaddini bo'kib qo'yadi. O'zi siz oldingizga yana bir taklif bilan keldim. Xo'p aka. O'zim korxonamga sizni ish boshqaruvchi qilib ishga qo'ysak, shunga nima deysiz? Yaxshi bo'lardi. Eplab ketarmikinman? Evlab ketasiz. Xudo xolasa ertadan ishni boshlasangiz bo'ladi. Vaqt o'tkazmay bugun borsak-chi aka? Xudo xolasa uyaltirib qo'ymayman. Ketdik bo'lmasa. Aka, ovqatlanib keting. Ovqatni keyin yeyveramiz. Oldin ishni hal qilaylik. Yuring. Mayli. Yaxshi o'tiringlar.